Tomoshabinlar, ertalabdan salom dasturi davom etadi. Bugun 6-avgust sanasi, Murodbaxsh chorshanba tongi. Kayfiyatlarimiz a'lo, sizda ham kayfiyatlaringiz a'lo degan deb o'ylaymiz. Shu maqsadda biz efirdamiz. Sizlarga ozgina bo'lsa ham kun mobaynida kayfiyatlashga harakat qilamiz. Bizda kutilgan mehmon bor, chunki bugungi mavzuyimiz shu dorilarsiz, ukollarsiz qon bosimini tushirish. Shu haqida gaplashayotgandik. Bizda shunga mutaxassis kelganlar, to'g'rimi ustoz? To'g'ri. Doimiy mehmonimiz desak adashmaymiz. Chunki bizni ko'rsatuvimizga shundoq qo'ng'iroq qilib, Azizbek kelmasangiz bo'lmaydi, sizni so'rashyapti desak, hech yo'q demasdan safarlardan ortib, ishdan vaqt ajratib bizani oldimizga keladilar. Biz ham bemalol ularga haddimiz sig'ib o'zimizni dardimizni aytamiz. Demak, tanishtirib o'tsak, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, nevropatolog, ignoterapevt Azizbek Sharipov. Assalomu alaykum Azizbek. Mikrofonni oling. Tomoshabinlar bilan. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sho'x aka, yaxshimisiz? Xormaylar. Salomatmisizlar? Yaxshi keldingizmi Azizbek? Xayrli kun. Xayrli tong. Juda xursandman taklifingizdan. To'g'risi, nima uchun taklif qilganlaringizga kelishga harakat qilaman. O'zi juda ham band biza. Sababi ozroq bo'lsa ham mana teletomoshabinlarga, nafaqat teletomoshabinlar, ayniqsa bemorlarga, xastalarga ozroq bo'lsa ham foydamiz tegsa, maslahatimiz bilan, masalan, ko'ra olmasak ham, davolo olmasak ham, maslahat ham bu eng katta boylik hisoblanadi-da. Chunki odamlar to'g'ri yo'l tutishni bilmaydi, nima qilish kerakligini bilmaydi. Ayniqsa tabiiy yo'l bilan o'z uy sharoitida o'zini og'riqlarini, kasalliklarni yengillatish yo'llarini biza ko'rsatib bersak, ko'p odamlarga bizning foydamiz tegadi degan umiddaman. To'g'ri, Azizbek, bugun biz dasturimizda avvalidan o'sha dorilarsiz tabiiy usullar orqali qon bosimini nazorat qilish mumkinmi degan savolga o'zimiz bilsak, bilmasak ma'lumotlarni beryapmiz-da. Endi albatta siz o'zini ishini ustasi, professional shifokor sifatida bu borada nima deya olasiz? Nazorat qilish mumkinmi? Albatta nazorat qilish mumkin. Umuman nafaqat qon bosim ko'tarilishini, har qanday kasallikni tanadagi nazorat qilish mumkin. Chunki hammasi o'zimizning qo'limizda. Masalan deylik, mana issiq hozir havo paytida agarda siz vaqtida suyuqlik ichmasangiz, aynan suyuqlikni ham to'g'ri iste'mol qilish, ya'ni sovuq emas, issiq, xona haroratidan sal balandroq suv iste'mol qilsangiz, tanangizga yuqadi, qon quyuqlashishi pasayadi. Qon quyuqlashi pasaygandan keyin davleniyingiz ko'tarilmaydigan bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Elementar oddiy suvimizni to'g'ri iste'mol qilishimiz ham bizni davleniyamizni tushirishiga va stabil ushlashga yordam beradi. O'zi qon bosimini oshishiga o'zi ko'proq nima sabab bo'ladi? Sabablar ko'pchilik mana endi uzr gapni bo'ldim, stress deydi, hayot tashvishlari deydi. Yana nima yo'llar? Qarang, sabablardan eng asosiy sababi hozirgi vaqtda bu stress, depressiya, vahima. Keyingisi ana stressdan keyingi kasalliklar kelib chiqadi. Yurak xuruj kasalliklari, buyrak kasalliklari, ichak kasalliklari. Ya'ni hozir bir tashxis bor. Ya'ni depressiyani bir turi paydo bo'lgan. Apatiya bo'lsa kerak, adashmasam. Yo'q, apatiya emas. Depressiyani bir hozir tilimizcha turib to'g'risi xayolimga ko'tarildi. Ya'ni odam qattiq siqilgani evaziga tanada adrenalin miqdori oshib ketgani evaziga qon bosim ko'tarilishni boshlaydi. Undan tashqari oshqozon, ichak kasalliklari paydo bo'ladi, yurak kasalliklari paydo bo'ladi, hattoki bo'g'im, og'riq kasalliklari ham qo'zg'ashni xavfi oshadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda stress, vahimadan odam o'zini ehtiyot qilib, avaylab asrash kerak. Agarda xohlasangiz, mana hozir ertalabki tong bo'lgani uchun bitta mashq ko'rsataman. Agarda vaqtimiz bo'lsa, vaqtimiz bor, demak, agar mana 100% hozirgi kunda ertalab turganda odamlar qiynalib turadi. Men ertalab tetik turish mashqini ko'rsatib bermoqchiman, keyingi davleniyani tushirish va keyingi asablarni tinchlantirish mashqiga o'tishdan oldin. Chunki avvalambor nimaga? Inson ertalab yaxshi kayfiyatda turmasa, qiynalib tursa, kun davomida nima qiladi? Kuni og'ir o'tadi, qiyin o'tadi, qo'li bir narsaga bormay qoladi. O'shaning uchun teletomoshabinlarga bitta asosiy mashqni ko'rsataman. Agarda sizlar ertalab qiyin turishlaringiz qiyin bo'lsa, kinnikdan 4 ta barmoq tepada nuqta bor.
Ha. Kinnigidan 4 ta barmoq tepada nuqta bor. Ana shu nuqtani ertalab ko'zingiz ochildimi, shu nuqtani qo'lingiz bilan olasizda bir 30 daqiqa massaj qilasiz. Ha. 30 daqiqa uqalaysiz. Ya'ni bosib uqalaganingizda o'sha yerda o'zi og'riq bor. Agarda og'riq bormi, demak bilingki, siz ertalab surunkali charchoq bilan turadigan insonlardan biri hisoblanasiz. Shu nuqtani massaj qilganingizdan keyin charchoqlaringiz, ertalab turishlaringiz tetiklashadi, ko'zlaringiz yanada ochiladi. Xohlasanglar ertadan sinab ko'rishingiz bo'ladi, teletomoshabinlar. Natijasini 90% odam natijasini biladi. 90% odam. Qanchada natijasi bilinadi? O'sha kunning o'zida biladi. Ha, shu kunni. Endi men nega 90% deb aytyapman? Sababi har bir insonni darajasi, og'ir, yengillik, surunkali, charchoq darajasi har xil. Ha. Masalan, og'ir, yoshi katta, og'ir darajadagi odamlar bo'lsa, masalan, kasalligi og'ir bo'lsa, ularda masalan 2-3 kunda ta'sirini biladi. Agar yengilroq, masalan, sizga o'xshagan, yosh, chiroyli, bularga o'xshagan 50 yoshgacha bo'lganlar o'zi o'sha kunni o'zi ta'sirini bilishadi. Endi stressni qanaqa qilib olamiz? Stressni ham oladigan juda ham oddiy, sodda va o'zimizda oldinda qadimda urf bo'lgan mashq bor. Ota-bobolarimiz masalan yosh bola masalan asabiylashsa, yoshligimizda eslasanglar, "Kel bolam" deb shunday kelib peshonasidan o'pib qo'yiladi. To'g'rimi, yo'qmi? Bu bejizga emas. Aynan ikki peshonani o'rtasida bir nuqta bor, intan degan nuqta. Bu nuqtani ayniqsa biz ayollar uyda stress bo'ladigan bo'lsa, ko'p yig'laydigan bo'lsa yoki turmush o'rtoqlaringiz asabiylashib uyga kelgan bo'lsa, jahllaridan hech tushmaydigan bo'lsa, ana shu peshonadagi intan nuqtasini o'pib qo'ysangiz, o'sha joyda o'zida taqataq asab joyiga tushadi. Balki ko'rsatuvimizda ham suhbat davomida shuni aytganingizda, Shu joyi menga ayolimni dugonalari shu narsani ko'rib qopti. Endi hozir internet rivojlangan-ku, shu narsa aylanib ayolimga kelib qopti. Keyin ko'rdida, Shuhratga bunda nima to'g'risida mavzu bo'lgan. Shunda peshonasidan olib qo'ydim, qana jim bo'lib qoldi, boshqa savolni bermadi. Yana bitta ko'rsatuvga kelganingizda unda siz nuqtani o'sha massaj qilishni, ya'ni uqalashni aytgansiz, uxlaydigan nuqtasi. U yerda endi ana qitmir muxlislar bor-ku, o'tda o'zini kommentariy deydi, o'zini izohini yozib qoldirganda, "Buvimni mana nuqtalarni massaj qilib uqalab qo'yuvdik, 15 kundan beri uyg'onmayaptilar." Hazil tariqasida ham yozishdi. Ular qanaqa uyg'otib oladi? Shuni ham aytib o'tmabsiz-da. To'g'ri. Ularni qaranglar. Uyg'otadigan nuqta bu kinnikdan 4 ta barmoq tepada joylashgan nuqta uyg'otadi. Masalan, bolangiz uxlab qoldi, ertalab turmayapti. Shunaqa bo'ladi-yu, turmayaptimi, kelingda, "Tur" deb urishmang uni, qattiq gapirmang, chunki farzandingiz ham kun davomida sizni kayfiyati buzilgan holda kuni o'tadi. Yosh bo'lsa ham u shaxs, u yosh bolalar, bog'chaga borsa ham u shaxs. O'shaning uchun shunaqa payt uxlab yotibdimi, kinnikdan 4 ta barmoq shunday barmoqni olasizda, barmog'ingiz bilan qornini shundoq qilib massaj qilsangiz, o'qalasangiz, o'sha uyqulari ochilib, tetiklashib, zo'r turadi kayfiyat. Yaxshi kayfiyatda uyg'onar ekanda. Ertalabdan salom dasturi davom etadi. Juda qiziqarli ma'lumotlar bo'lyapti. Bizda Zo'r TV telekanalida ovoz loyihasi davom etyapti. Yaxshi loyihalardan. Ovoz o'smirlar, shuna kichkina bitta parcha bor. Albatta mana shu kelajak avlodni qo'llab-quvvatlang. Va bizning suhbatdoshimiz aytib o'tganimizdek, tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, nevropatolog, ignoterapevt Azizbek Sharipov. Azizbek, yana bir bor xush ko'rdik. Endi insonlargacha to'g'risini aytadigan bo'lsak, hatto har bitta narsani so'zda emas, balki amalda ko'rsatib bersangiz qizuvroq bo'ladi. Endi odat tusiga kirib qoldi-yu, mana o'zi ko'rsatuvimizga kelganingizda, bu yerda ekran qarshisida mana shu kadr ortida o'tirganlar kurs lecheniya deydi-yu, kurs lecheniyani 3 tasini olishdi. Bu yerda mana shodlik, hamma ovoz rejissyorlari, chiroq, video tasvirchilar, hammasi bu odat tusiga kirib qoldi-da. Mashrabga hech qo'ymagan ekansiz, to'g'risini aytganda. Hozir suhbatlashib turib, mashrab ham men olmaganman, Shuhrat aka. Bugun imkoniyat bor-da. Zo'r TV telekanali o'zi aytib o'tganimizdek, imkoniyatlar kanali. Bu mana qarang, sizga ikkita bemor emas, mayli o'zini sog'lig'iga bee'tibor bo'lmagan odamlarimiz bor. Va bu ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, Azizbek, bular umuman gapirmayapti-da. Mana Muzaffar ham ko'rsatuvning oxirigacha bugun gapirmayapti. Yo'li bor. Muzaffarga bitta nina qo'yib qo'ying,
ko'rsatuvni oxirigacha o'tirsin, finalda bitta chiroyli qo'shiq kuylasin, mashrab bor mana, bemalol foydalanishingiz mumkin. Lekin qo'yayotgan tochkalaringizni, nuqtalaringizni har bittasini nima uchun qo'yayotganingizni ta'riflab bersangiz yaxshi bo'ladi. Va qolaversa shu jarayon paytida o'zimni ham qiziqqan savollarim bor, bersam bo'ladi. Bemalol bersangiz bo'ladi. Qancha murakkab savol bo'lsa, biz shuncha mazza qilamiz. Ha. Qancha yechilmaydigan muammolar bo'lsa, shuncha mazza qilib bosh qotirishga harakat qilamiz. Topa olmasak, uyga borib, yana ustozlar bilan borib shug'ullanib, yana gaplashib, maslahatlashib, shu muammolarga yechim topishga harakat qilamiz. O'shaning uchun bizda o'zi shunaqa kasb kasallik bor. Demak, sizlar ko'p ekansizlar-da, jamoa bo'lib shunaqa ishlatyapsiz. jamoa bilan va ustozlar bilan albatta. Ustozlarsiz hech ilojisi yo'q. Endi Mashrab aka, sizga hozir biz shunday nuqtalarga qo'yamiz. Bu asabga Sevgi nuqtalari-chi? sevgi nuqtalari ham bor. Agar sevgi nuqtaga qo'ysam, kenayimni sevib qolsangiz yanada qattiqroq. Yo'q, uylanmaganda. Uylanmagandek qizig'i. Tezroq uylantirishni ilojisi bormi, Azizbek? Bor, u nuqtalar ham bor. Muhabbat yanada oshadi. Lekin bitta tarafi bor, qo'ygandan keyin, chiqqandan keyin sevib qoladigan tez jarayonda bu. O'shaning uchun tayyor bo'lishlari kerak. Aha. Xo'p. Izlab qolamanmi? Qo'rqib qo'yadimi insonni yoki muhabbat tuyg'usini kuchaytirib yuboradimi? Samimiylik oshadi. Ha. Qalb unda yopilgan bo'lsa, qalb ochiladi. Aha. Qalb ko'zi yanada ravshanlanadi. Bizni qalb ko'zimiz mana ne bo'lib yotibdi-yu o'zi. Yo'q. Mana bizlarni lecheniyadan keyin 1 oy ichida ta'sirini ko'rasiz. Faqatgina bir 5 kun olishlari kerak. Sevib, muhabbat yanada jarayoni ishga tushib ketishi uchun. Aha. 1 oydan keyin to'yga taklifnoma Shunaqa, mana hozir ajab emas. Boshlariga qo'ydi. Sezdingizmi, Mashrab aka? Mashrab aka, ta'siri qanday bo'ldi? Ya'ni og'riqli bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, og'riqli emas. Nimadir sezilyaptimi, Mashrab? Endi haligi tepdimi degandan Yo'q, endi og'riq bo'lyaptimi? Ko'pchilik endi ninadan qo'rqadi-yu, og'riq bo'lyaptimi, yo'qmi? Mana yuzimga qildilar. Azizbek ham muhabbat va qalb ko'zlari menda shunday ravshanlashadiki, linza taqqanni eshitishamiz. Mana hozir zreniyaga qo'ydik, asablarga qo'ydik, bosh og'riqqa qo'ydik va tanadagi og'riqlarga qo'yamiz. Ya'ni charchoqlar yo'qoladi hozir bu kishida. Davomida Mashrab. Tizza og'rig'iga ham Charchoq bo'ladi. Degan bo'ladilar. Charchoq bo'ladi. Tahriba men o'shan hozir so'radim o'zlaridan. Tizza og'rig'i. Tizza og'rig'i, meni o'rtog'im oyoqlari og'riydi-da. Endi Muzaffar. Muzaffar. Qo'rqma. keyin Shahram degan Hofiz akamizga qo'ygandilar, ular chiqdilarda uxlavordi. Oxiriga qo'shiqni bera olmasdan klip berishga majbur bo'ldik, hurmatli. Terapiya odamni tinchlantiradi. Albatta. Boya aytib o'tganimizdek, o'sha qon bosimini ham normal holatda ushlab turishga ham yordam beradi. Xo'sh, men endi savolimga kelsak, Aziz aka, ovoz naylarimiz ozgina shikastlanganda yoki ovozimizni kontrol qilolmasak, endi xonandalarda ko'p bo'ladi. Ko'proq biz foniatrga yoki lorga boramiz. Lekin aksariyat muammo baribir nevrologiskiy bo'ladi-da. Buni boshqachasiga ovoz naylarini ham nerv orqali davolasa bo'ladimi? Bo'ladi. Qaranglar, nevrologiyada vegetativ nerv tizimi bor. Aynan shu ovoz naylariga. Aynan tiliga nervlar boradi. Ayniqsa bu yosh bolalarda lagonevroz bo'ladi. Masalan, tili yaxshi chiqmaydi, chuchukroq bo'ladi. T, L, R harflarini ayta olmaydigan bolalar bor. Masala, muammo aynan tilga keladigan nervda muammo bo'ladi. Endi xuddi shunaqa san'atkorlarda ham tovushda xirlash bo'ladi, hayajon bo'ladi, duduqlanish bo'lib qoladi. Ana shuni nuqtalari bor. Shu nuqtalarga qo'ygandan keyin bir 15-20 minutdan keyin birdaniga tillari ochilib ketadi. Ya'ni natijasini tezda sezishi mumkin. Tushunarli. Igoterapiyaning nimasi yaxshi? To'g'ridan to'g'ri shu nerv bilan ishlaniladi. To'g'ridan to'g'ri muammo bilan ishlanar To'g'ri. Va ta'sirini 15-20 daqiqada kasallikda og'ir, yengil darajasiga qarab bilish mumkin. O'sha birga ishlanadi, to'g'ri? To'g'ri. Bizda esa reklama bilan birga ishlanadi, televideniya sohasi. Degan bo'lsangiz, bizda hozir reklama. Hozir reklama. Yo'q. Qo'l ketdi. Mashrab hozir qarshi chalayotganda qo'rqdim-da. Qo'lga qo'yib qo'ygan ninangizni buni og'rig'i bo'lmaydimi? Qarshi chalganda, Azizbek? Yo'q, bu og'riq bo'lmaydi. Oldin dvigatelniy akupunktura degan narsa bo'lgan, metodika hozir juda ommaviy ishlatiladi. Ya'ni ninani qo'yib yurg'izamiz biz. Oldin qadimda
qadimda deganda ham bir 15-20 yil oldin ninani qo'yib berib, qo'yib, taxminan bir 7-8 santimetrli ninalarimiz bor. Qo'yib bergandan keyin sterjini bor, ya'ni ushlaydigan joyini shunday skoch bilan yopamizda uyga chiqarib yuborardik. Kun davomida ham ya'ni uyga ketib, kun davomida yuradi, 1 sutka turadi nina. 1 sutkadan keyin kelgandan keyin ninani olamiz. Olgandan keyin hech narsa bo'lmaganda, ayniqsa bu kuchli bel og'riq, grijalarida shunaqa qilardik biz oldin. Shu taqataq og'riqlar qolib, yo'q bo'lib ketardi. O'zi ani insonni qayerdir og'riydigan bo'lsa, dori ichgandan keyin bitta emas, ikkita ichadi, tezroq o'sha og'riqdan xalos bo'lishga. Buni o'zi norma vaqti qancha qo'yish? Norma vaqti ninani o'zi 20 minutdan 1 soatgacha qo'yamiz. 20 minutdan 1 soatgacha o'zi ta'siri qo'ygandan o'zi boshlanadi birdan. Hali vaqt bor ekanda, demak bularda. To'g'ri. Buni nimaga aytyapman? Azizbek, bizda hozir premyera qo'shiq bor. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi premyera qo'shiqni eshitaylik. Bemalol vaqt bo'lsa, ko'rsatuvni oxirida olsangiz ham rozimiz. Demak, premyera qo'shiqni ko'ramiz. Mana shunday o'tiraman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi premyera qo'shiqni tingladik. Ijodlariga omad tilaymiz. Muxlislar soni ko'payaversin. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, meni savolim bor yana. Aziz aka, avvalambor xush kelibsiz yana bir bor. Xo'sh, hozirgi menimcha juda ham katta dolzarb mavzu bo'lib ketdi bu narsa, ayniqsa ayollarimizda, yosh oilalarda bepushtlik mavzusi. Ko'proq ayollarda ham kuzatsa bo'ladi, sababi gormonal buzilishlar, uni yana davolaydi-da, davolanib bo'lgandan keyin yana ozgina vaqt o'tgandan keyin yana qaytalanish, hech ham tugamaydigan davolanish bo'lyapti-da. Agar dori-darmon bilan ginekologik jihatdan davolaydigan bo'lsak agar, shuni nevrologik jihatdan tek tugi bilan davolasa bo'ladimi? Qolaversa, igna terapiya bilan-da, to'g'ri, ha. Juda yaxshi savol berdingiz. Hech qanaqa dorisiz demoqchiman-da, organizmga ziyon bermagan holda. Juda yaxshi zo'r savol berdingiz. Sizlar bilan tarixga o'tamiz. Ya'ni 50 yil oldin, 100 yil oldin bu kasalliklar bo'lganmi degan savol tug'iladi yoki 500 yillik oldin. Oldin ham bu kasalliklar bo'lgan. Oldin qanday yetishgan? Masalan, hozirgi kunda gormonal preparatlar, kimikal preparatlar, har xil dori-darmonlar qilinadi, to'g'rimi yo'qmi? Oldin bu muammoni qanday yechishgan degan savol tug'iladi. Tabiblar bo'lgan. Shunaqa. Biz Xitoyda o'qiganimizda ustozlarimiz bilan aynan shu masalaga alohida to'xtalib, shu masalani yechimini haqida gaplashganmiz. Xitoyda agarda ayol kishida gormonal o'zgarish bo'lsa, ya'ni masalan deylik, shitavetkada buqoq kasalligi bor, gipotireoz, ya'ni bir necha turlari bor. Uni hammasini gapirib o'tmayman. Kimgadir yaxshi ishlaydi, ko'p ishlab chiqaradi, yoki kimdir tanqisligi bor, kimdadir difuz va hokazo. Shunda va tugunlar bor. Igna bilan gormonal fonni normallashtirish mumkin va buni natijasini laborator funksional diagnostikada tekshirib ko'rish mumkin. Buni men ixtiro qilganim yo'q, meni yangiligim emas. Bu Xitoyda hozirgi kunda ham bepushtliklarni aynan igna bilan davolab yaxshi natija olishyapti. Va hozirgi kunda bizda ham bemorlar kelishadi. Buni davomiyligi, uzr Azizbek, davomiyligi qancha bo'lishi kerak? Qarang, avvalambor gormonal o'zgarishda har xil turlari bor. Bu bir. Keyin bepushtlikda sabablari bor. Masalan, torch infeksiya bo'lishi mumkin. Unda podxod, masalan, kasallikda og'ir yengilligiga qarab qisqa qilib aytganda, taxminan 1-2 kursdan 4 kursgacha davom etadi. Demak, siz yoningizga nafaqat ayol, balkim er-xotin bo'lib borsa foydaliroq bo'ladi. Shunaqa. Er-xotin birgalikda davolansa, er-xotin birgalikda igna terapiya olsa, yaxshiroq bo'ladi rezultat demoqchi. To'g'ri. O'zimni yaqin tanishlarim, o'zimni qarindoshlarimda ayrimlarda farzand bo'lmagan ancha vaqtdan buyon. Keyin endi mana bunday narsada yoningda oqqan ariqda qadri yo'q deydi. Suvni qadri yo'q deydi. Shunda uydagilar, o'zingni mana qarindoshing bor, qo'ydir shunga borib, tuzalasan, yaxshi bo'lasan deganda, keyin ishonib ishonmasa hamma joyda aylanib, keyin oxirida bizga kelgandan keyin natija bo'lib, xursand bo'lib ketishgan. Azizbek, rahmat deganingiz uchun siz bilan gaplashadigan mavzularimiz haqiqatan ham juda ko'p rostdan ham. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham aytganmiz, siz nafaqat nina qo'yish bilan, balki zuluk qo'yish bilan ham davolaysiz. Zulukni ham o'ziga yarasha foydali jihatlari bor. Bu haqda endi keyingi ko'rsatuvimizga kelganingizda alohida suhbat qilamiz. Bu ham alohida bir mavzu. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Tomoshabinlar bilan xayrlashishingiz mumkin. Mayli, hammalaringizga sihat salomatlik tilayman va oxirgi so'zim, baxt bu siz. Ya'ni siz baxtli insonsiz.
sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Ko'rishguncha. Rahmat. Azizbek, siz ungacha Muzaffardan ninalarni olib turing, biz esa xayrlashib qolamiz. Chunki finalda Muzaffardan bitta qo'shiq eshitishimiz kerak. Mashraf akaga tegmaymiz. Mashrafga tegmaymiz. Doim sevib sevilib yashanglar. Aha, Zakida. Albatta azizlar, shu vaqt davomida biz bilan birgalikda bo'lganingiz uchun bag'oyatda xursandmiz azizlar. Xonadoningizni mehmoni bo'lganimizdan xursandmiz. Har doim shunaqa kulib, sevib, sevilib yashash barchamizga nasib qilsin. Kuningiz xayrli o'tsin, Zo'rtabaydan uzoqlashmang.